Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunli xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunli xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Bu yil 26 mart kuni Kanadalik Uyg'ur Hüseyn Jalilning Xitoy turmasida yotganligining naq 19 yilligi bo'lib, bu munosabat bilan Kanadadagi Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishi Kanada hukumatining jiddiy harakatga kelib, uni Xitoyning qo'lidan qutqizishga chaqiriq qildi. Bu chaqiriq Xitoy hukumati bu yilning 5-i 4 kanadalik o'lim jazosi ijro qilgan xabari o'tgan hafta oshkorlangandan keyin texmi jiddiy tusni oldi. Dünya Uyghur Qurultayının Kanadadagi vakili va Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining raisi Mehmet To'xta Efendi çarşamba kuni yozma va silliq bayonot e'lon qilib, Kanada hukumatining Hüseyn Jalilni erkinlikka erishtiradigan konkret tadbirlarni oladigan vaqtining yetib kelganligini bildirdi. Mehmet To'xta Efendining bildirishicha, Kanada hukumati o'zining qonuniy majburiyati va axloqiy mas'uliyati sababidan hukumatning hal qilg'uch harakat elib berish zarur ekan. Hüseyn Jalil 2001-yili Xitoy hukumatining ziyonkashligidan qochib, shu yilning oxirida BDTning yordam orqali ayoli va bir bolasi bilan Kanadaga yerlashgan. U va oilasi 2005-yili Kanada fuqaroligiga o'tib, 2006-yili martda ayoli 4-bolasiga homildor bo'lgan vaqtida birlikda ayolining ota-onasini yo'qlab kelish uchun O'zbekistonga borgan. Xitoy hukumati Hüseyn Jalilning O'zbekiston ekanligidan xabar tepib, O'zbekiston soqchi doiralariga uni tutib o'tkazib berishini talab qilgan. Natijada O'zbekiston Hüseyn Jalilning Kanada fuqarosi ekanligini bilib turib Xitoyga o'tkazib bergan. Xalqaro kechirim tashkilotining bildirishicha, Xitoy hukumati Hüseyn Jalilning Uyg'urlarning haq-huquqlarini qo'g'dash uchun olib borgan faoliyatlari sababidan uningga yolg'on bo'htonlarni choplagan. Xitoy hukumati yana uni oilasi, advokati va Kanada elchixonasining xodimlari bilan ko'rishtirmagan. Xitoy hukumati 2006-yili Hüseyn Jalil ustidan maxfiy sud ichib, uni muddatsiz kesib o'tgan. Shuningdan keyin u ayoli va bolalari bilan 19 yildan beri ko'rishalmagan. Xitoy hukumati 2022-yili noyabrda Urumchida bir oilalar binosiga o't ketib, 40 dan ortiq Uyg'ur hayotidan ayrilish sababidan kelib chiqqan keng ko'lamlik namoyishdan keyin o'zining jazolash nishonini namoyishni qo'llagan yoki uningga qatnashgan Uyg'urlarga qaratgan. Xitoyning har bir shahar va o'lkalarida ilib berilgan bu namoyishlar oq qog'oz harakati deb atalgan bo'lib, minglagan, 10 minglagan Xitoy aholisi qatnashgan bu namoyishga bir qism Uyg'urlar qatnashgan va yoki uni qo'llagan edi. Markaziy Nyu-Yorkdagi Xitoy kishilik huquq tashkiloti 26 mart kuni o'zining Twitter hisobotida Xitoy hukumatining Sichuan o'lkasida o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchi Yashar Shuhratning oq qog'oz harakatini qo'llab chiqib, Uyg'urcha naqsh aytganlik uchun 3 yil kesilganligini bildirdi. Yashar o'zi bir o'quvchi bo'lishdan sirt yana bir naqshchi bo'lib, u Changdodagi namoyishda Urumchidagi o't oftida tugab ketgan Uyg'urlarni eslab naqsh aytib matam tutgan ekan. Xitoy chiqadigan kishilik huquqni qo'g'dash to'rining bayonotida bildirilishicha, Yashar Shuhrat 1998-yili 25-iyul Bortaloda tug'ilgan bo'lib, u bu yil 26 yoshga kirgan ekan. U dastlabda Xinjiang Maliya universitetida kompyuter kasbida o'qib, keyin Sichuan o'lkasining markaziy Changdoga bilim oshirishga borgan ekan. U tirishib o'qishdan sirt yana naqsh ijod qilish va aytish bilan nom chiqargan ekan. Bayonotda aytilishicha, Yashar Shuhrat 2022-yili 27 noyabr kuni Changdoda o'tkazilgan namoyishda Uyg'urcha ta'ziya naqshini aytgandan keyin soqchilar uni naq maydonda tutib ketgan. Yerlik soqchi doiralari dastlabda Yasharni chet ellik deb o'ylab qilib, uni atalmish ommani yig'ib tartibni buzish gumoni bilan 21 kun tutib turgan ekan. Yashar buningdan keyin qo'yib berilgan bo'lsa-mu, soqchilar uni davomli ko'zitib turgan. Ammo 2023-yili 9-avgust kuni o'lka atlab kelgan Bortala soqchilari uning yotqiga besib kirib, hech qanday jinoyat ortmay turib, uni tutib Bortalaga ilib ketgan. Bortala shaharlik soti uni 2024-yili 20-iyun kuni Yashar aytgan o'yg'on qatorliq naqshlarda ishlatgan so'zlarda asabiylik targ'ib qilingan va asabiylikni targ'ib qiladigan material saqlagan degan bahona bilan uni 3 yil kesgan. Yashar bu sotning hukmiga norozi bo'lib, yuqori sotga arz qilgan bo'lsa-mu, ammo yuqori sot o'tgan yili 8-oyda tovangi sotning hukmini to'g'ri topgan. Hozir Yashar Ili oblastining Shixo turmasida jazo muddatini o'tamoqda ekan. Xitoy hukumati Yasharga o'xshash oq qog'oz harakatini qo'llab chiqqan 19 yoshli Kamila Voitnimi asabiylikni targ'ib qilgan degan bahona bilan 3 yil kesgan bo'lib,
U hozir Qashqarning Mush ayollar turmasida jazo muddati o'tamoqda ekan. Amerika Davlat Majlisi a'zolaridan Suxas Subramaniam, Maria Elvira Salazar va Avam Palata Tashqi ishlar komitetining yuqori darajalik a'zosi Gregory Mix birlikda seshanba kuni Amerika Davlat Majlisida Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonun loyihasini qayta tanishtirgan. Amerika Davlat Majlisi a'zosi Suxas Subramaniam bu qonun loyihasini tanishtirish so'zida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan qattiq ziyonkashligi bir kishilik huquq krizisidir. Mən özəmnin rayondakı Uyğurlar bilan görüşkənimdə ular qeyrindaşlarının Xitayning zulmidan qutulish uchun elib borgan harakatlaridan cho'nqir adnish qildiganligini bildirgan edi. Mən odam o'ylabmi tegiga yetkili bo'lmaydigan zulmga uchrayotganlar uchun tezdan ko'chman yoki panohlang'uchi salohiyati beradigan bu ikki partiya tang qo'llagan tirishchanlikqa yetakchilik qilganimdan faxrlanaman degan. Amerika Davlat Majlisi a'zosi Maria Elvira Salazar so'zida Xitoy Kommunistik partiyasi ilib berayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bo'lsa, biz shohid bo'lgan eng vahshiy insoniyat qarshi jinoyatning biridir. Biz cho'qim Xinjiangdagi sistemlik ziyonkashlik va tan jazosidan o'zini ilib qochalaydigan Uyg'ur va ziyonkashlikka uchrayotgan boshqa sonliq millatlarni oldin qo'ringa qo'yishimiz kerak degan. Amerika Davlat Majlisi Avam Palata Tashqi ishlar komitetining yuqori darajalik a'zosi Gregory Mix bu qonun loyihasini qo'llab, Amerika Davlat Majlisi Xitoy hukumatining Uyg'urlar va boshqa oz sonliq millatlarga qarshi Xinjiangda ilib borgan irqiy qirg'inchilikni dunyoga bildirishda halqiliq rol o'ynadi. Hamda bizning ularga texmi ko'p qo'g'dinish beradigan vaqtimiz keldi deb bildirgan. Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonun loyihasi tunji qatim 2021-yil martda Amerika Davlat Majlisida tanishtirilgan bo'lib, Amerikadagi ikki partiyaning 12 a'zosi o'rtaq qo'llagan bu qonun loyihasida Xitoyning ig'ir zulmidan qochishga majbur bo'lgan Uyg'urlarga peshki alayda e'tibor salohiyati berish o'ttirib qo'yilgan. Agar bu qonun loyihasi Amerika Davlat Majlisining ma'qulligidan o'tib, Prezident Trump qo'l qo'ysa, u qonunga aylanib dunyoning har qaysi joylarida panoh topolmagan Uyg'urlarning Amerikada panohlik qilishiga o'ng'aylik yaratib beradi ekan. Tayland sot mahkamasi payshanba kuni Xitoy qaytarilgan Uyg'urlar to'g'risida oxirgi sotni ochgan bo'lib, bu sotda isbot bergan Tayland soqchi amaldori Uyg'urlarning mazkur davlatda butunlay yo'qligini bildirgan. Ammo kishilik huquq tashkilotlari bu davlatda oz deganda yana 5 Uyg'urning qamoqda va turmada ekanligini bildirgan. Erkin Osiyo radiosi qarashliq Binar xabarida bildirilishicha, Tayland poytaxti Bangkokda 27 mart ochilgan sotda Tayland soqchi amaldori polkovnik Vatcharapon Kanchanakan 40 Uyg'ur Xitoyga avatildi. 3'ü öldü. Biri 2018-yili, yani ikisi 2023-yili. Hazır köşmenler tutup duruş orunlarda birmi Uyghur kalmadı degan. Yaqinqi dokladlarda Tayland tutib turilgan Uyg'urlarning umum soni 48 deb aytilgan bo'lib, ularning 40 nafari 27 fevral kuni Xitoy qaytarilgan. Yana 5 nafari ilgari qamoqdan qochishga uringanlik uchun tutilib kesilgan ekan. Bangkokdagi Xalqni kuchlantirish fondining mudiri Chalida Tajarunsukning bildirishicha, hozircha yana 7 Uyg'urning Tayland turmusida ekanligi. Ularning 5 nafarining 2020-yil yanvarda Muktaxon ko'chmanlar tutib turish o'rnidan qochish uringanligidan Klong Pirim turmusida jazo o'tayotganligi. Yana ikkisining bo'lsa 2015-yildagi ibodatxonning portlash voqeasiga chetishlik bo'lgan gumondorlar ekanligini aytgan. Taylandda uzun yillardan beri Uyg'urlarga yordam qo'lini sunib kelgan Chalidaning bildirishicha, Tayland hukumati kishilik huquq tashkilotlarining bu Uyg'urlarni ziyorat qilishini cheklab, Xitoy amaldorlarining har oyda kelib ularning sonini elib ketishiga yo'l qo'ygan. Hukumat hatto bu Uyg'urlarning advokatlar bilan muvofiq qonuniy maslahat ilishni cheklagan. Payshanba kuni ochilgan bu sotda sotchi ilgari 43 Uyg'urni qo'yib berishni talab qilgan iltimosini hamma Uyg'ur Xitoy qaytarildi deb rad qilgan. Bu qatimqi sot Tayland tutib turish o'rinlarida solangan Uyg'urlar ustida yaqinda ochilgan 3-sot bo'lib, muhojiratlik Uyg'urlar bularning bu sotda oqlanib chiqib, 3-bir davlatga yetkilib ketadiganligiga zo'r tilakdosh edi. Ammo Tayland hukumati 27 fevral kuni xalqaroning besimi va Uyg'ur tashkilotlarining yillardan beri ko'rsatgan tirishchiligiga qaramay 40 Uyg'urni Xitoy qaytarib bergan edi. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keng qitimliq sanımızgacha görüşkiş aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.